Tarmoqli marketingning joiz turlari haqida gapirsangiz. Tarmoqli marketingni o'zi nimaga nojoiz deyishadi? So'rang o'shani. Nimaga nojoiz deydi desa, haligi Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala ta'kulu amwalakum baynakum bil batil" deydi. O'zaro mollaringizni botil yo'l bilan yemang deydi. O'zaro mollaringizni botil yo'l bilan yemang deydi. Xo'p, botil yo'l bilan yemaslik uchun nima qilish kerak desa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qoida aytganlar. Al-g'unmu bil g'urmi deganlar. G'unum degani foyda degani. Bi evaz degani. G'urum degani 3 ta narsani bildiradi. Ya'ni foyda olishligingiz uchun 3 ta narsa topilishi shart. Bo'lmasam 3 ta narsa topilmasa yeganingiz botil yo'l bilan yeyish bo'lib qoladi deydi. G'urum 3 ta narsadan iborat. Nima? Bittasi mablag'. Yana bittasi mehnat. Yana bittasi nasiya olib sotayotgan paytingizda qancha nasiyani olyapsiz? Javobgarlikni bo'yningizga olib, tushuna olyapsizmi? Keyin qaytarib pulni to'layotgan paytda riskini nima bo'yniga olish? Risk uchinchisi. Tushuna oldingizmi? Demakki 3 ta narsa g'urumdan iborat. Al-g'unmu bil g'urmi, foyda, g'unum. G'urumni nima evaziga? G'urum nechta ekan? 3 ta. Birinchisi mablag', ikkinchisi mehnat, uchinchisi risk. Shu 3 ta narsa topilsa, keyin bir inson bir o'sha ishdan foyda olishi joiz. Agar u topilmasa-chi desa, u topilmasa foyda olishingiz nima? Halol bo'lmay qoladi. Tushuna olyapsizmi? Botil yo'l bilan moliy ish bo'lib qoladi. Shu tarmoqli marketinglarda shu narsa topilmay qoladi. Ba'zilar aytadi, biz o'zimiz molimizni sotib oldik. Sotib olganingiz joiz. Sotib olgan miqdoringiz joiz. O'zingiz pulingizga sotib olyapsiz, o'zingiz sotib nima foyda ko'ryapsiz. Bunchaligi nima? Joiz, gap yo'q. Endi dallollik qilyapmiz ham deydi, mehnat qilyapmiz ham deydi. Bittasini chaqirib keldik, shu dallolligimizga tepamizdagilardan haq oldik. Bunchalik ham joiz. Tushunyapsizmi? Endi keyin bola chaqalari ko'payib ketib turib, bola chaqalardan oqib, tomchilatib qilib so'rib turishlikchi deydi. Desa bunisi nojoiz endi. Tushuna oldingizmi? Nimaga desa, na mablag' tikyapsiz, na mehnat qilyapsiz. Bu yana nima? Na riskingiz bor. Uni tovarini. Ba'zisi nima deydi? Davlat deydi, biz deydi, ularga o'rgatganmiz u deydi. Deb qoldi-da endi. Biz ularga shu savdo qilishni o'rgatganmiz ular. Shu o'rgatganimizga evaziga olyapmiz u dedi. Desa, nihoyatda noinsof ekansizlar dedi. O'zlariga qarab. Nonko'r desa ham bo'laveradigan ekansizlar. Nimaga unaqa deysiz dedi. 10 yil maktabda o'qigan o'qituvchilaringizga, 4 yil universitetda shu sohani o'rgatgan o'qituvchilaringizga har doim oqizib turgan desa, oyligini olgan-u deysiz. Nima haqqi bor meni qiladigan tirikchiligimdan unga? Deysizda, nima qilmaysiz? Bermaysiz. Bu tomoniga boshqacha o'ynaydi. To'g'rimi? Bitta sohani mutaxassis qilib 4 yil o'qitadi-ku, to'g'rimi? 4 yil o'qitgandan keyin o'shandan tirikchilik qilib umrini oxiriga nima qilyapti? O'sha sohani ustasi bo'lib, yeb turibdi. U ham oqizib tursin-da, endi o'chamizni tomchiladi, to'g'rimi? Shunaqami? Siz ham nonkor ekansiz. To'g'rimi desam, oyligini olganda deyapti. Desa, siz ham bir vaqtlar o'qitganingiz uchun nima qilgansiz? Olgansiz, siz ham olgansiz. Shuni shu yerda nojoiz. Shuncha haligi qismi joiz mana. O'zini puliga oladi, o'zini puliga sotyapti. Lekin bundan tashqari ham yana ko'p ulamolar nojoiz deydi. Shu tarmoqli men oldimga kelib haligi munozara qilmoqchi bo'ladi. Men tushuning. Men sizga qoniqtira oladigan 2-3 ta sababini ayta olishim mumkin. Juda ko'p sabablarni aytishim mumkin, qoniqmasingiz mumkin. Lekin bunga butun ulamolar, butun dunyo ulamolari ijmo qilib fatvo bergan joiz emasligiga. O'zi asli sizga shu yetish kerak. Tushundingizmi?